Ijara uchun oxirgi trendda remont qilingan xonadonni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Navbatdagi xonadonimiz Mirobod Avenue'da joylashgan joy bo'lib, bu xonadonimiz ijara uchun remont qilindi va buni tomosha qilib chiqamiz. Bu yerda kiraverishimizda 1,5 metrga 320 lik shkaf qilindi. Ko'rishingiz mumkin. Buni o'ziga yarasha shiponni turini tanlab, qimmat shippondan qilingan va ruchkasi o'yilganlik variantda qilganmiz va mana shu narsaga joylashtirib ketganmiz. Bu xonadonimizning balandligi mebellarimizdan hammasi 320 qilib yasalgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hammasi o'ziga yarasha hamma narsa qimmat narsalar qilingan. Bu yerda ham shipponli qilingan fasadimiz va bu xonadonimizda ham hamma eshiklarni o'zimizdan yasaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimiz har doimgi avalniy korobka 38 talik MDF dan qilingan va bu yoq tarafda ham gulqo'y taraflari qilingan. Bu xonamiz garderobniy xona. Garderobniy xonada bu yerda kirmoshina qo'yib yuborilgan va polkalardan joylashtirilgan. Bu Mirobod Avenue'da, Olmazor City'da, Toshkent City'da mana shunaqa joylar bor. Mana shunga mo'ljallab qilib ketganmiz. Oppoq qilib MDF dan qilib berilgan va bu yoq tarafimizda kuxnyamiz. Bu koridordan kirish eshigi oynali qilinadi. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham ovozlari o'zgacha, boshqacha yopiladi va bu yoq tarafimizda kuxnyamiz joylashgan. Balandligi 320, bunaqasiga 2 metr, bunaqasiga 430 ga mebel yasalgan. Mebelimiz oxirgi fasadlardan, entrinddagi fasadlardan qilingan, bez ruchka variantga qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bunga baho berasizlar. Alohida fasadlarimiz rebroli o'yilganlik variantda qilingan. Bu kuxnyamizda maksimalning hamma texnikalar ishlatilgan va texnikalarni ham eng oxirgi modellari ishlatilgan. Bosch kompaniyasini texnikalari qo'yilgan, mikrovolnovka, duxovka, bu yerda mo'ykani tegidan qotiriladiganlik va smesitelga ahamiyat beramiz. Oxirgi trenddagi smesitellardan bittasi desa ham bo'ladi. Alohida shlankali bemalol ishlatish mumkin. Bu yoqda ham bemalol ishlatsa ham bo'ladi. Suvni bemalol bu yoqqa tushirib yuboriladi va bu yerda posudomoyka qilingan. Posudomoykada tipon bo'la olmaydi. Mana bunaqa ruchka qo'yib beramiz va ko'rishingiz mumkin. Buni ham posudomoyka ham qo'yib yuborilgan va elektriskiy poverxnost qilingan. Vitishkani ham tepaga qotirib yuboriladigan variant qilganmiz va o'zidan burchakka mana chiroq aylantirib yuborganmiz. Xuddi shu narsani chiqazib berganmiz. Buni interyer dizaynerlar chizgan asosida xuddi shu narsani yasab berganmiz. Bizdan ko'pincha so'rashadi. Hozirgi kunda mana shunaqa studiya variantlarda uylar ko'payib ketdi. O'rtaga перегородка qilishadi. Qanaqa eshikdan qilish kerak deb so'rashadi. Shu joyda mana shu перегородкani tavsiya qilamiz. Bu narsani biz yasamaganmiz, lekin bizdan ko'p so'rashgani uchun mana shu firmasining nomini bilmayman, lekin xuddi shunaqa variantda bo'lish kerak. Buni oldin Akfaniki bo'lardi, uni ham qilib bo'lmaydi. Bu darajada yumshoq yuradi, bu darajada baland bo'ladi deb ayta olmaymiz. Akfanikini. Akfadan ko'ra mana shu oxirgi variantda buni o'rtacha narxi $150 dan $300 ekan. Stikli paketli, ovozini ko'rsanglar bo'ladi, yumshoqgina yurar ekan. Ko'p so'rashgani uchun nimaga mebelli fasadlaridagi kupenidagi fasadlardan qilib bo'lmaydi. Ularda shel bo'ladi va bunaqa plavni yurmaydi va xuddi shunaqa yopilmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, eshiklarda bizani eshikda ham variant qilib berishimiz mumkin. Osma qilamiz. Osmada ham baribir eshiklarning yurishiga yoniga zazor kerak. Bu yerda zazor umuman yo'q. Ko'rayotganinglardek, umuman havo o'tkazmaydi. O'shaning uchun bizdan kupe mana shunaqa variantlar so'rashsa, tavsiya qilmaymiz va mana shunaqalardan o'zingiz zakaz qilishinglarni tavsiya qilamiz. Mana ko'ryapsizlar, hammasini bitta joyga mana yig'ib qo'ysa ham bo'ladi. Har bittasini orasida umuman havo o'tishga sharoit qoldirilmagan va yurishi ham yumshoqqina ekan. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar mana. Har bittasi bitta bo'lib ochilyapti. Haqiqatda ovozni to'siyapti. Bu xonamiz kuxonniy mebeli ro'para tarafida перегородкаdan keyin 3 metr bunaqasiga, 480 bunaqasiga joyimiz bo'lsa, 4,5 metrga televizor postavka yasalgan. Bunda ham o'ziga yarasha shiponni tanlangan, ko'rishingiz mumkin. Rang sepilmagan, o'zini rangida mana shu narsani chiqarib berilgan va
hozirgi kunda televizor postavka zonaga qanaqa nima qilsam bo'ladi deb aytishadi. Mana shu narsani tavsiya qilyapmiz va mana shu narsa trendga chiqib ketdi. Oynalarimizni ko'rishingiz mumkin. Alyumin profilli sal jigarliroq oyna qilib ishlatganmiz va har bitta polkaga chiroq qo'yganmiz va o'ziga yarasha bu vid berib turibdi. Buni 320 joyga yasalgan. Bu yoqda mягкий mebel qo'yiladi. Bu yoqga mягкий mebel qo'ygandan keyin bu zonamiz haqiqiy jihozlangan zona hisoblanadi. Va bu shkafimizda ikkita chetidagi 90 sm dan tortma qilingan va o'rtadagi 1.40 variant qilingan. 1.40liga tortma qilganmiz, chuqur qilib. $55 bu mexanizm, $55 mexanizm qo'yiladi bu tortmaga sekin yopib olishi uchun. Agar ruchkali bo'lganda arzonroq mexanizm qo'yish ham mumkin edi. Va keyingi xonaga o'tamiz. Va bu xonamizda alohida kravat qo'yiladi. Bunaqasiga 4 metr, bunaqasiga 360 joyga mo'ljallangan. Bu yerda shkafimizdan ko'rishingiz mumkin. 320 lik variantga ruchkasi o'zidan chiqqanli, mana alyumin profilli shkaf qilganmiz. Bu ham ichkari tarafdagi hamma narsa ko'rinib turadigan qilib ishlangan. Mijozimizga ham shu narsa yoqqani uchun shu narsani qilib berganmiz. Va bu yoqda Trimoda oynani orqasida ko'pincha xohlashadi. Mana shunaqa chiroq yonib turishini alohida mana chiroq yoqib qo'yiladigan variant qilib, dapatalka qilib oyna yopishtirganmiz. Keyingi xonamiz bu detskiy bo'ladi. Va bu xonamizda detskiy mebel, bu yerda bitta kravatga mo'ljallaniladi. Bu yoq tarafda открытий va tepasiga shkaf qilib o'rganmiz. Bu yoqda partani mo'ljallaganmiz. Hammasi krashiniydan qilingan va bu yoq tarafimizda krashiniy shkaf qilingan. Buni ham balandligi 320 bez ruchkaga, tipolli variantga qilingan. Polkalar qilingan bu yerga veshilka mo'ljallangan va bu yog'iga ham shu narsa veshilka qilib to'g'irlangan. Bu shkafimiz ikkita bolaga mo'ljallanilgan. Bu yoq tarafi veshilkali, bu yoq tarafi ham veshilka, o'rtasi polkalarga mo'ljallanilgan va tagida tortma ham qoldirilgan. Kimga sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.